Mullaboyevlar oilasi bugun yana jam. Hammamiz doimgidek opaqijonim uylarida yig'ildik. Chaqqon buvijonim bo'lsa kelishimizga somsa qilaman deb xamirlarni ham qorib qo'yibdilar. Bu orada onajonim bilan kelina ham ishga kirishib, birlari xamir yoyib, yana birlari somsa qiymasini tayyorlashga kirishib ketishdi. Bir qarasam, anchadan beri yig'ilib qolgan gaplar avjiga chiqib, suhbat ham rosa qiziyotgan. Podpishiklarim bu videoni ko'rib, "Voy, Feruzaxon hech nima ish qilmas ekan" deb o'ylamasliklari uchun o'tin olib chiqish jarayonlariga ozgina qo'shilib qo'ydi. Bu orada oshxonadan bir xabar olsam, uchovlon hammasini tezlatib, ishlarni yakuniga yetkazay deb qolishibdi. Keyin bo'lsa Jannatim kenajonim bilan birga tandirga o't desam noto'g'ri bo'ladi albatta, chunki men faqat video oldim. Jannatim kenajonim tandiri qizdirib, bu jonim ekkan pomidorlarni tezgina yig'ib oldi. Oshxonadan bir xabar olaychi deb oshxonaga qarasam, bu jonim firmenniy patirlarini tayyor qilib qo'yibdilar. Somsa, patru, kulchalar tayyor. Keyin chayu suvlarni olib tandir boshiga yo'l oldi. Har doimgidek bu jonim sekundga qolmasdan hammasini joylab qo'ydilar. Bir zumda ishtaha ochar somsa-yu patirlarimiz tayyor bo'ldi. Buni hidini aytmaysizmi? Juda ham mazali. Bu jonimni patru somsalariga juda ko'pchilik ish qildi. Videoni qo'yganimda ham juda ko'pchilikning ishtahasi ochilib, menga havas ko'zi bilan qarab qolish. Hamma jam bo'lganda yanada mazali. O'zi ham mazza qildik. Dildan suhbat qurib, shuncha vaqt yig'ilgan sog'inchlarni yo'q. Kechki ovqatdan keyin chaqqon bu jonim uyda ovqatlarga qo'shish uchun tamat boshlab qo'yibdi. Bu orada opoqimiz so'klarni ham chiqarib berdi. Bu jonim hech qachon bo'sh o'tira olmaydi. Aniq bilaman, siz ham bu joni shunaqa. Hash-pash deguncha tamatam tayyor. Kimga malades, bu jonimga malades. Obuna bo'lishni unutmang, bundan qiziqlari hali oldinda.